Xayriya biron nima o'tib bering 90dan. Ayni Olsinlar, baraka topsinlar. Bir general pulini ötüp beraman. Son ketadi ekan hujjat. Baraka topsinlar, minsinlar aka. Aka bizga uncha 90 o'zimizga kelmaganda aka. Biz $200 ishlaydigan odam agar qolsa, bo'lmasa 100 ga ham ishlab ketamiz, 20 osh. Ha, 90dan generalni pulini o'tib bering. Yo'q aka. Ha? Siz hurmatingiz bor, obunachilarimiz hurmati, hammasini hisobga olib aytib ekan, 100 dan o'tib beraman. Ya, 90 ga beraman. 100 demanga men qo'lingizni ushlashga qo'rqib qoldim 100 deganingizga. Aka, birov chiqmaydi. 20 ekan yili. Barakating qani, shundan qolmasa keyingisidan qolar. Ya 90 boshqasidan qolar. Oshib turibdi 90 dan aka. Bu baraka deb beraman aka, kim urishmaydi. Bering. Shu baraka topib minsinlar sizdan bitta mashina olib. 90 ga barobar qilib bersinlar. Yo'q. Ha? 98 bersin aka. 99 dan emas, 98 bersin. Azob bermang, akaga ham azob bermang. Bering. Shunday, O'shanga hisob kitobni olib. Shunday. Barobarga bering qani bitta mashina. So'raganlar uchun sizlarga rahmat. Sizdan olib minsinlar qani. So'raganingiz katta gap. Albatta, mana qarang. Son bo'ladi bir mashina so'rayapsiz. Albatta, ha. Lekin yaxshi mashina uchun sizlar ham so'rayapsiz. Shunday. Aziz. Shu sizga ham rahmat aytib minsinlar. Bo'ladimi? Bering aka. Aka. 95 ga berolmayman aka. Bersam u xur mehnat qilganimiz qoladi. 95 ga berolmaymiz. Berilgan bitta sotayotgan birdan javob tashab. Zo'r so'radi. Mana qarang. Akam $100 generalni qiladilar 90 ga. Bering aka. Bo'ladimi? Mana qarang. Sizdan bitta mashina so'radi, dunyo so'radi, ham bering qani? Yo'q, berolmaymiz. O'zi yaxshi bilasiz aka, shu. Qani menga bir 2 million. Bilib aytayman shuni. Bersam-da ketsin. Bering qani? Yo'q aka. Necha pul qo'shsam berasiz? 95 tipasi aka, pastga yo'q. Ya, pastiga. Shindildan aka berolmayman. Ya, bitadi, pastiga. Mayda aka. Aniq o'zilgisi. Mayda. Bekorga sizdan ishdan qolmaydi, shuning uchun uzib aytyapman aka. Bekorga sizdan ishdan qolmaydi. Pastiga beradi. Onlarda kraskasi bo'lishi mumkin. Oldi orqa butun xarajat mashina. Ya, mashinada shu bunday aka, mashinangiz yaxshi uchun bozorda shuncha mashina bor, yaxshi uchun men o'zim bozorda aynalib yuribman. Yaxshi uchun sizning mashinangizga kelib qo'lingizni ushladim. To'g'rimi? Bo'lmasa mana bu yoqda ham ko'p, bu yoqda ham ko'p, bu yoqda hamma joy ko'p. Shu yaxshi bo'lganligi uchun, yurak jizitganligi uchun akaga aytdim, shu yoqda bitta yaxshi ko'p ko'rdim men, kelib ko'ring dedim. Mashinangiz yaxshi bo'lganligi uchun. Ana edi aka, bizga bir nima qilayotgan bo'lganda bersak-da ishni bitirsak. Aka men xursand bo'ldik, qafta olti minib borsa, biz ham ko'tarbiga ketsak. Hurmatingiz bor aka, 1 million 97 o'sib olsin. Qaychi yurgan aka.